Tug'anlar, mana ушул бычок buqa torpoqtu 80 mingga olibdir. Biroq yaxshi ekan, o'zi turgan ko'ringizlarchi. Mana ушул Vatkenga shunda ketyapti, KAMAZga chuqtaydi ekan, 80 mingga olibdir. Men ушул KAMAZning egəsinin nomerini ko'rsatib bereyim. Mana Vatken, Qizilqiya degan joqlarga olib ketсеңizdер, men ушул uyda dag'i sal olib ketgan. Qo'ylarni жүктөсөңүздөр болот ekan, mana dostlar жүктеп qo'yib turasiz. Men nomerlerini ko'rsatib bereyim. Narkı Purchuna, Razaqovga cheyin barat ekan, mana dostlar, ko'ringizlar. Mana ушул nomerler. Gördünüzlermi? Жазып алыңыздар. Мына. Эгерде ошол жактан көрүп жаткан бир туугандар болсо, бул жакта малдар болсо, байлансаңыздар болот. Канча экен ышкын эже? Канчадан? Ha? 50? 50 дейт. Айда болупту. Bunu kança dedi Ece? 135 deyt мына. Birinci tuğut eкен, he? Oğuz eкен mına. Birinci tuğut. 135'ke aldınız papa. Satas mı? Ha, alas mı? Ha, siz karap dur, görüp atasız. Ha, boldu, görüp atıp apamız. 135'ke alayın deyip görüp at. Birinci tuğut eken be? Birinci tuğut eken de, bunu açın eken. Bunu açın. Yaxşı. Kançada otasız? Alam deyit, 135'ke. Görüp eken. Yaxşı. Assalamu alaikum, urmаттуу Don Kabar YouTube kanalımızın katalogçuları, alıstan, jakından görüp жаткан биздин мекендештер. Саламатсыздарбы? Бүгүн 3 may 2025-жыл Чүй облусу Сокулук мал базары, Сокулук мал базарынан уйларды көргөзүп беребиз. Саан уйларды колдон келишинче. Сиздер каналды колдоп тырс лайктардан сындыр көрүп туруңуздар. Рекламалык номерлерибиз 077 388 350 номерлерине байланышып сатам дегендер болсо, көрсөңүздөр болот, байланышып. Сиздердин жардамыңыздар менен биз 150 миң катталуучу болдук кечинде, туугандар. 150 миң туугандар. Мындан ары да катталып көрүңүздөр, биз сиздерге көргөзүп бере беребиз. Анда эмесе баштадык туугандар. Мына. Могу уйлар кимдики экен байкелер? Ассаламу алейкум. Эси жокпу? Эси жок. Могу чоң уйдукучу? Бул да эси жок дейт, бирок сонмуй экен ошо. Мына желиндерде. Жакшы. Ээлери барынан көргөзөйлү. Канча экен уюңуз? 115. 115 дейт. Кеттиби? Жок. 115 сурат достор. Могу байкемкине баштайбыз эми. Мындай уй сата тургандар ушу байкем окшоп кармап отурса, ассаламу алейкум. Кандайсыз байке? Канча сурап атасыз? 8 ay bu. 8 ay боз, Baası 120 surat. 120 сураттыр. 115ке берет экен. Канчанчысына туйт? Bu ikinci tuğut. Экинчи туут болот экен. 20'ye çeyin süt verir. 20 litrге чейин сүт берет экен. Экинчи туут экен. Канча ай боз дедиңиз? 8 ay боз экен. 115ке берем дейт. Дагы кайсы бар? Чоң уй бар экен го, 17 litre 23'e çeyin verir ki. Азыр сүт берет азыр. 17 литр сүт берет экен азыр мына. Мына желин, охо, чоң экен. 4 тууган. Мындай. 4 тууган дейт мына. Номер айтасызбы? Ошкаңызды айта бериңиз. Кана? 0553 0503 Aha. Şu номерге 8 ay боз экен. Анда кеттик. Мына жерде дагы бир тууганыбыз көрүп атат. Ос, чоң үй экен. Канча экен бул? Ассаламу алейкум. Сиздер жакшы? Болуп атабы? Domi bayke. Жакшы. Кандайсыз ана? Канча bunun баасы ана? 155 to'g'ri. 155. Канчанчысын туйт экен эми? Чоң үй экен, Үчүнчүсүн туйт. Боз азыр, 8 ay. 8 ay боз. Мына туугандар Boz 155 сурап атат. 8 ay. Канчанчысын туйт ошондо? Үчүнчүсүн туйт экен, Бул музол уйда сизге? Muzol uyda meni. Канча сурап атасыз? 4-чү баласы. 45 surap atam, erkek. 145 эркекпи торпогу? 145 миң сурап атты. Мына торпог чоң болуп калыптыр го. Базар ишине арзандагандай бу, Я. Чарба да, эми. Бул чарба, Аркасынан көрсөтөйлүчү кана. Сегодня дорого. Көрөйлүчү мына бука торпогу менен экен. Мына желиндерин көрүңүздөр мынакей. Мына соода башталды. Сооданын үстүндө экенбиз туугандар. Кайсы соода кылып атат? Yok. Кайсыны соода кылып атасың? Буну соода кылып атасың. Жакшы.
Bunun tigi cho'ng uydi, savdo qilyapti buni. Cho'ng uydi. Nomer aytasizmi? Ha, bu yoqda salsada, ma'qul. Da, egilib. Nerede dağı var ekan? Balki qanchadan ekan? Torpoqda uy. Bahasini aytib qo'ying. Qanchada aytayinmi aka? Men bilmayman, siz siz. Bunanday. Bahasini aytmasaz bo'lmaydi. Aytishingiz kerak-da bozorda. Aytmaydilar. Ha, mayli. Aytmasang aytpaganda. Shunday uy ekan. Torpog'i bilan aytmayman deydi, biroq biz tartaveramiz. Aytmasa bo'ladi. Aytib qo'yingiz. Yo'q, aytmasa bo'ladi bozorda. Al, ani ayt deb zastavit eta olmaymiz. Biroq ko'rsatganda ruxsat bir. O, bo'ldi, mana ketdi. 130 ming ekan, tuganlar. O'shul. Buna qancha ekan, assalomu alaykum. Torpoqda. 150, bir ikki torpoq bor bu. Oho, ikki torpoq bor ekan, 150 deydi. Buna. Urg'achi u torpoqlar? Urg'achi ekan. Egiz torpoq bu shunda, balki. Ha, yo'q, egiz emas. Emizib qo'ygan, ha? Telefon aytasizmi? Onlayn. Bundaylar. Bundaylar sotadi. Neydi? Har qanday odamlar bo'ladi-da, chidaymiz. Necha xunajin qancha? Bahasi 110. 110 deydi. Qanchanchini tug'an nechaga? Ikkinchisini tug'an ekan, 110. Qancha litr? Ya, ikkinchisi ichida. Qancha litr sut beradi ham, eja? 12 litr sut beradi ekan, mana. 110 bozor savdo qildi. Qanchaga berbedingiz? 100 ga berdim. 100 ga berbepti, to'g'riq buni. Telefon nomeri aytasizmi? Ya, aytingiz qana? 8 05 05 05 56. O'shul uyni alam degan bir tuganlar bo'lsa, ejeme chalib ko'ringizlar. Qanchaga berasiz? Bo'ladi. 110 ga beradi ekan. Qaysi rayonda turasiz? Belovetskiy ekan, tuganlar mana. Cho'ng'ili ekan. Alam deganda chalingizlar. Tinchini olmangizlar. Albay çalgan bir tuganlarga aytib jatam. Alam desеңizdер çalingizlar. Biz sizlarga ko'proq olib beramiz. Sizlar alıp жақсы. Bunu qanday seje? O, ne paroda bu? Şvet paroda ekan bu. Moshni bir jash, Ha, gelishgan ekan biroq. 100 ming so'rab atasiz. Mana do'stlar. Jon. Bir jash. Telefon aytib keting. Qanchatin deydi? 0700 18 43 48 ha, rahmat. Bir jash bo'ladi ekan, bunda Shvets deydi. Shvets parodasida. Ha. Alam degan bir tuganlar bo'lsa, ko'ringizlar mana. Qaysi adresda olasiz? Qaysi rayon? Ha, bo'ldi. Bayani Antonovkada bo'ladi ekan. Savdangizni bersin. Ushul uy, 30 litr sut beradi ekan, to'g'an. To'yin deb turibdi mana. Ko'rdingizlarmi? Cho'ng uy ekan. Qanchanchini to'ydi? 4-chisini, 4-chisini to'ydi ekan, mana qara uy ekan. Bunday cho'ng uy ekan, bor-ku, ko'rinib turadi. Bahasi qancha? Amerikanka deydi. 300 so'rab turib ekan. Mana 300 deydi. 30 litr beradi dedingizmi? 30 litr garantiya. Garantiya deydi, 30 litrga. Suti qo'yu deydi. Bahasi 300 ming deydi. Bo'z ekan, qancha oy bo'z? Buna 15 kunda. 15 kunda to'ydi ekan, mana do'stlar. Nomeringizni aytasizmi? Aytib qo'ying. Aytib qo'yingiz. 0500 0500 16 19 19 60 qancha? 7. 67 ekan, mana. Mana tuganlar mana. Shunday uy ekan, cho'ng. Ko'raveringizlar. Alam degan bo'lsangizlar, chalingizlar. Bosim biroq 300 ming dedi. Okey, do'stlar. Alisdan yaqindan ko'rib жатқан bir tuganlar, Soquluq mal bozoridan ko'ringizlar. Videoga like bosib, bizni qo'llab ko'ringizlar mana. Videoni bo'lishingizlar tuganlar. Mal charba ko'rarmanlarga. Nima uy kimniki ekan? Esi yo'q ekan, esi yo'q ekan. Qana anda bu yoqda ko'raveraylik. Aka qandaysiz? Qanchadan bo'lyapti uylaringiz? Bas. 110. Bo'z 7 oylik. 110 deydi mana. To'qol qancha? To'qol 8 oy bo'z. 8 oy bo'z. To'qol 130 deydi. Qanchanchisidan bo'z deymiz? 4-chisini to'y. 4-chisini to'ydi. Qancha litr sutlar bor shular? 14 litr sutlari bor ekan, to'g'anda. Mana ortdan da ko'rsating. Mana. Do'st to'g'anlar ko'ringizlar.
Nomer aytasizmi? Qancha nomeringizni aytыңыз? Ha, bunu ha? Yo'q, siz tartmang. Bu qanday? Cho'ng uy ekan bu. Bo'smi? 8 ay bu. 8 ay bo'si, ha? 45 so'rayapman. 145 so'rayapsiz. Qanchanchisi to'ydi? 400 to'y. 140 ga beraman. 140 ga berasiz, ha? 4-chi to'ydi ekan. Mana. Qanchaga 140 ga dedingizmi? 140 ga beraman deydi. Baykan. Nomeringizni aytыңыз 3 uy bo'yicha. 0502 0502 menen 25 25 72 74. 72 74 bunaka 3. Donqa bor. Qaysi kanalda, qaysi kanalda deydi? Qaysi rayonda olasiz? Bizni o'g'il Soqoliqda. Soqoliqda olayotgan. Aralda. Aral deganda. Bo'l. Qaysi xabarsiz deb qo'yamda. Qaysi kanalsiz deb. Mana unday o'ylar bor ekan, tug'anlar. Kimniki ekan bular? Bayka. Qandaysiz bayka? İşleriniz. Üçöv siznikimi? Üçöv meniki. Maşallah. Bular parodalari qanday? Cho'ng o'ylar ekan. Alato, chuyduk a? Mana shivit. Bular hozirgi uchida bo's bu sa'mi qanday? Sağın hazır. Sa'an, ha. Qancha litr sutlar bor ham bayka? 17. 17 litr sut beradi-ya shular. Ertagacha. Mana ertagacha 17 litr. Aralıqlar ayoy. Alız ekan, yaxshi ekan, o'yin ko'rinishini aytyapman men. Bo'lganda aytish kerak, to'g'anlar mana. Cho'ng uy ekan. Bu qancha so'raysiz buning bahasini? 150 dan so'rayapman. 150, üçöne tengmi? Ha, üçöne teng, 150 dan so'rayapti baykan. Diyqansizmi? Oo. Mana diyqan ekan baykan. Ular qanchanchini tug'anlar ham shular, yoshlari? Ular ekin tuğan. Ekin. Hozir 4 tuvat, 4 tuvat. No? Ular qisir, ular yaqindala tuğan bular. Yaqindala tug'an, ha, sutlari bor biroq, ha? Süt var. O'sha qancha beradi no? 17 18. 17-18 litr sut beradi ertagacha. Bunisi-chi? Bunisi da shunday. O'shanda ekan, ha? Ha, yaxshi uylar ekan biroq. Bozor qanchadan berdi bunday? Ba. Tegiz 405 ming berdi. 405 ming? Ova. Uchöne. Uchöne. Uchöne 405 ming beryapti. Qancha olsa berasiz ham uchöne misol. Keyin bozorga kelsa, to'g'ri kelsa. To'g'ri kelsa berasiz. Nomeringizni aytingiz. Telefon qo'yganman. Oh, bu yoq, meylimi? Telefonimni qo'ldanmayman deydi qo'ybaykan, ya. To'g'anda. Ya aytingiz telefon nomerini balangiz tiqim bo'lsa dag'i. Satasiz. Bilsa, meylensa-mi? Yaxshi sotib olingsiz anda bayka. Mana Soqoliq mal bozoridan 405 mingga 3 boshli biroq yaxshi uylar ekan. Nomeri yo'q ekan-da, telefon qo'ldanmayman deb qo'ydi. Oqsoqol kishi ekan. Olib bering dedim-le. Qancha ekan muzoli uy? Bahası 130 deydi Manaki. Qancha litr sütü var emi? 11-12 litr sütü var. Torpaq erkek burg'ach o. Burg'ach ekan. Cho'ng ekan torpaq, cho'ng yo'q qoldi. Yaxshi. Mana uy qancha aka? Bahası 150. Sütlar ag'vatadi, sağım. Qancha litr sütü var? 20 litr be. Buni olchi. Bu 130 deydi. Buna qancha litr bor buda süt? Eko bir deyilaveradi, 20 litrdan beradi. Qanchanchisi tug'an ham shular? 4-chi to'ydi ekan. Nomer aytasizmi qiziqqanlarga? Aytingiz, qana? 0770 0770 26 26 88. Qaysi rayonda olasiz? Ha? Ja, endi rayonni bilib olsa, yaxshi-da, yaqin yerdan bo'lib qolsa. Qaysi Soqoliqda olasiz bu? Soqoliqda olayotgan, chalsangizlar bo'ladi to'g'anda. Mana shunda. Shu bilan videoni jo'nataymiz do'stlar. Sog' salomatda turingizlar, charbag'ingizlarga baraka bersin. Sizlar meni Don Qabar kanali oldi. Soqoliq mal bozoridan ko'rdingizlar.